bitta savol qiynaydi mani. Mana masalan, bironta o'rtog'inglar, qarindoshinglar, farqi yo'q, kim bo'lsa ham chetga ketdi. Chetga ketsa, shu chetdan qaytguncha menga falonchi olib kel, menga pismadonchi olib kel, menga atir olib kel, menga shampun olib kel, sovun olib kel, chokolad olib kel, pulini beraman deb qo'ya oxirida. O'zbekiston shunchalar rivojlanganki, ishoninglar, kerak bo'lsa-chi o'sha chetga chiqqan o'rtog'inglar olib keladigan o'sha original narsadan ko'ra originalroqlari bor bu yoqda. Agar pul topsanglar, pulini bersanglar. Sizlarda maqsad nima? Maqsad bitta shu, tekinga olish. Yana pulini beraman, olib kelib pulini bechara o'zi chetga qiynalib borib kelyapti. Yana kelgandan keyin pulini beraman deydi-yu, ana pulni so'rashga xijolatda boyagi bechara. Shu tekin bo'lsa bir lomni yutib olsang, birovni chetga ketganini eshitsa, birov ana shu bir 12 yil oldingi sinfdosh ham yozadi bir narsa olib kelib, uyat